Assalomu alaykum hammaga. Mana 1 mostli 2 mostli prispamiz tayyor bo'ldi. Adres Samarqand Jonboy. Bu yoqdan kirishni 10 zot mazot o'tganda katta trassa. 5 ta prispamiz tayyor mana. Ichkaridan ham tayyor bo'layotganlari bor. Shular videosini ustalar ishlab turgan jarayonni ham ko'rsataman. 1 mostli, 2 mostli, 1 mostli. Mana bu 2 mostli. Mana sakat diskalar bilan qo'yilgan. Mana ranglar ham chiroyli rangda. Mana prispimiz sotildi. Klient olib ketadi, uni videosini ham qo'yamiz. Mana tentlar bilan qilib berdik. 1.30 ga 2 metr. Tentlar bilan qilib berdik. Adres Samarqand Jonboyda. Ichkarida ish bo'lib turgan jarayonni ham ko'rsataman. Mana ustalar ishlayapti. Mana bu yerda Cobultga parkov ustonovka qilyapmiz. Bu yoqda yana aravalar bor. Kraska jarayoni bo'lib turgandan nima qilaman? Chiqaraman. 1 mostli, 2 mostli zakaz asosidan ham taqlab beramiz. Mana bu yerda kraska jarayoni. Mana bu yerda yana aravalar bor mana. Mana bu yerda 2 mostli, 1 mostli cho'rni variantimiz. Mana bu yerda mana klientlar kelgan, klientlar ko'rib turibdi. 1 mostli. Mana 1 mostli molga moslangani. Mana klientlar kelgan. Bular kraska jarayoni. Naklinka farlarni qo'yib chiroyli qilib video obzor qilamiz. Mana bu yerda 2 mostli prisplamiz bor. Zakaz asosidan ham taqlab beramiz. Nalichida tayyor prisplamiz ham bor.